Mana 19-qishloqqa ham kelib oldim. Endi bu yerdan Estromikni topsam bo'lgani. Qani endi bir digital qurbon bo'lishiga to'g'ri keladi, afsus. Chap belim og'riyapti, lekin o'ng belim ham og'riyapti. What the fuck? Ertalab ham shu yerda bizda doimgidek reja yo'q. What the fuck? Hammasidan charchadim, uxlagim kelyapti, lekin afsus polizlarni tozalash kerak. Yo'q, hammaga salom, sizlar bilan men Estromik va yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz nima qilamiz, nima ham qilardik, afsuski yana o'sha biz ekin-tekin bilan shug'ullanamiz. Sababi 1000 ta obunachisi yo'qlar, faqatgina mana shunday ekinlar bilan shug'ullanish kerak. Ko'rishinglar mumkin, mana orqa tomonimda o'zimni shaxsiy agarotim bor. Bu shaxsiy agarodda men bug'doy chiqarib olaman va bu yerda nima bo'lyapti? Politsiyachi amaki. Nima qilyapsizlar bu yerda? Tushunmadim. Men hozir bu yerga tushdim. Bu yerga keldik. Tushunmadim. Men ketdingizmi? Hozir xush, bo'ldi, bir og'iz gapingiz, bir og'iz suv gapingiz, bo'ldi, tushunmadim. Nima demoqchisiz? Vashshi panika qilmalaring iloji yo'q deyapman. Aka, qiz bo'lmisiz? Men sizga nima dedim? O'zingiz chaqirib olasiz-da. Bu yerga nima bo'pti? O'zi bir ma'lumot berib yuboring. Bitta nima bo'lyapti bu yerda o'zi? Короче, kirib ko'rganda o'zing bilasan, bitta jitilda bitta maniyak boshini ko'tiga tiqib ketibdi. What the fuck? Boshini ko'tiga tiqib ketibdi. Yo, seriously, qanday jirkanch holat. Qamayli, rostdan ham boshini ko'tiga tiqib ketibdi. Mana buni qaranglar. What the fuck? Fusasib ketibdi. Yo'ldan chiqqanimiz yaxshi. Politsiyachi brat, men o'zi ekin-tekinlarim bor, bizneschilarim bor. Men shular bilan shug'ullanib bo'lgandan so'ng jitillar bilan men o'zim gaplashib ko'raman, buni topishga harakat qilamiz. Sen kechqurun ishlamasizmi? Yo'q, men qattiq uxlab o'tirdim-da, короче, mayli gaplashamiz. Bo'pti. Подписчикlar bu lo'q kim o'zi? Buni kim ishga olgan? Bu lo'q bo'lsa bitta подписчикlar bu fake politsiyachi bo'lishi ham mumkin. Buni albatta biz tagiga yetishimiz kerak. Sababi bizni qishloqda bunday qonuniy bo'lish kerak. Podpisчикlar bunaqangi lo'qlar nima qilyapti politsiyachilikda? Mana olishmaydi. Men vashi zo'rman. Agar politsiyachilikka meni ham ishga kirishimni xohlasanglar, albatta men test topshirib ko'raman. Agar sizlar xohlasanglar, kommentariyaga "Go politsiyachi bo'ling" deb yozib qoldiringlar. Men sirasi politsiyachilikka ishga kiraman va qishloqdagi hamma o'g'irliklarni o'zimiz yechimini topamiz. Let's go. Bratanchik, nima bo'lyapti? Hozir chiqaman. Xo'sh, okay, let's go. Men bu yerda mablarni solib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hozir biz nice saleslarda hamma ekin-tekin bug'doylarda solib qo'yamiz va bizda qardoyga reja yo'q. Biz rejasiz ish qilamiz. What the fuck? Mayli, xo'sh, sizdan hozir men jitillardan so'rab chiqaman. Hoy, jitillar 70-75 laganda. Xo'sh, yaxshi. Podpisчикlar tomog'im og'rib qoldi. Xo'sh, mana bu yerda bir og'iz sassiq jitil turibdi ekan. Xo'sh, salom, chin yumaganmisan nima bo'ladi? Sasyapti, короче, men bu yerda bo'lgan qotillikdan xabaring bormi? Yo'q, taniqol bu yerdan sassiq Estromik. Meni tishimda gapirdingmi sen? Men kolga totilga yuvaman. Tushunarli. Kolga totilga yuvarkan, podpisчикlar totilga. Qamayli, ketib qolaman, qochib yuborasizmi? Panika qilmanglar. Mayli, xo'sh, hazil. Xo'sh, endi mana bu yerdagi jitillardan so'rab ko'ramiz. Xo'sh, jitillar. Yo, politsiyachi amaki, короче, men hech qanaqangi dalil topolmayman, chiqingiz jitilishdi, men bilmayman. What the fuck, men bu qorayib qolyapti podpisчикlar. Xo'sh, men hech qanaqa narsani bilmadim, короче. Sizga esimizga qizingiz yozdi, to'g'ri, mayli, brat gaplashamiz. Bo'pti, daminol, o'zim topaman. Mayli. Yo'qda podpisчикlar bu harakat qilsa ham yemayapti, buni bir o'ldirib qo'ysam-da. Mayli, podpisчикlar, kelinglar, biz videoni montaj qilib YouTube'ga joylaymiz va sizlarga meni yangi videolarni chiqarishda davom etaman. Let's go. Mana kechqurungi soat 3 ham bo'lib qolibdi. O'sha montajdan endi chiqdim deb bilashgan qoziq bo'lib. Tomog'im ham og'rib ketyapti. Kelinglar, uxlaymiz. Men bu yerda qilamiz. Podpisчикlar nima? Pastdan qanaqa turib o'zlashdi. Yo, psix, ushda yetdi. Sen bu yerda nima qilyapsan? Xohlasa Estromik eski yaqin. Men sening yaqin do'sting emasman. Nima xohlayapsan? Agar otib tashlayman, menga mana shu yerda uyning yonida bitta magazin qurib bermasang, ertalab eshigini tagiga hamma masalliqlarni tashlab ketadi. Keyin sirasi qurib qo'yoke, bo'lmasa o'ldirib tashlayman. Uni jitilni ham o'ldirdim. Ishtorini boshiga kiygizib qo'yaman. Esi cho'chuvosam. Короче, ertaga yana kelaman, magazinda qurmagan bo'lsang boshingdan charchaman. Tushundingmi? Mayli, tushundim. Xo'sh, okey. Yaxshi, xo'sh. Boshim yo'q.
Juniorsim bo'ldi. La'nati nima bo'ldi menga? Yo-mayo eslagandayman. Ana u psix boshimga urib qulatib qo'ygandi. Yo-mayo, menga salom podpischilar sizlar bilan instrument yo-mayo nima deb turganda ertalab yashik bo'ladiganmidi. Rostdan ham yashik bor, politsiyachi yo'q. Rostdan ham bu yerda magazinga kerakli narsalar bor. Menimcha podpischilar qurganimiz yaxshi. Hozircha sababi nimaga desanglar, u psix mani qo'lida pistoleti bor deb ko'rgan bo'lsanglar, otib tashlashni ham hech gap emas. Albatta podpischilar keyingi videolarda sizlar kommentariyaga rejalar yozib qoldirsanglar, u psixni biz qo'lga tushiramiz. Albatta podpischilar biz qo'lga tushirib o'zimiz qo'lga olamiz uni. Albatta buning uchun sizlarga kommentariyada ideyalaring kerak bo'ladi, lekin hozir boshim shunday og'riyapti podpischilar. Tasavvur ham qila olmaysizlar. Mayli, qurishga majburmiz endi. Nima ham deysizlar podpischilar, tekin usta bo'lib beramiz. Ertaga tag'in kelib kechqurun meni ham bu jitilga o'xshab otib ketmasin. Menga uni tahdid qildi, yo'q qo'shnini ham otib tashladim deb politsiyaga aytinglar desanglar, politsiyachi ham o'zi lattaga o'xshab turibdi. Bitta ish teplanmaydi o'zi. Bilib turibsizlar endi. Nima ham deymiz podpischilar, xo'sh. Yaxshi. Tushib ketdim men bu palaga daraxtda bo'ldi. Xo'sh, let's go. Minecraft 1.12 kelganda, xo'sh, okay, nice. Podpischilar albatta kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar, sababi biz bu yangi kanalda ham tezroq birga bo'lamiz va sizlarga men adushe sovg'alarim bor tayyorlab qo'yganman. Har kuni birinchidan videolar chiqaveradi. Albatta kanalimizga obuna bo'linglar, bunaqa sifatli videochi adushe birga bo'lishimiz kerak. Biz tezlik bilan 10 kunga qolmasdan birga bo'lib ketishimiz kerak. Shuning uchun sizlar degan umiddaman. Albatta sizlardan iltimos qilib qolaman. Birga bo'lishimiz kerak podpischilar. Menga birga video juda ham zarur va albatta videoga like bosinglar, sababi videomiz kengroq tarqaladi va videoni ko'proq odam ko'radi va albatta bu menga yanada motivatsiya bo'ladi va yanada menga maqsadimga bir qadam oldinga siljigan bo'laman. Albatta kanalimizga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Hammasini qilsanglar men sizlardan adushe xursand bo'lgan bo'lardim. Xo'sh, bu yerda daraxt yo'q ekan, daraxtni o'zimiz olib kelamiz shekilli. Okay, let's go. Xo'sh, yaxshi. Mana daraxtni ham olib keldim. Endi bo'lsa bu yerga bitta eshik bilan bitta polchani bitta bosib olsak, endi jihozlarni to'g'rilab qo'ysak, keyinchalik magazinimiz tayyor bo'ladi va bizni psixtirik qoldiradigan umidman. Politsiyachi ham vaqtida ketib qolibdi. Mana bu yerda xatiya hozir mana shu yerda bo'lganda aytar edim, lekin ketib qolibdi. Ahmoq ish yo'qmas. Hali mana bu o'likni ham mana o'qimasdan ketib yoribdi. Loh, vafshi tushunmadim, plapatam ham qolib ketibdi. Vafshi menga joyda biz podpischilar. Hayronman nima ham derdim. Xo'sh, albatta hozir aytganimdek, yangi videolar uchun like, kommentariya, podpiska bosing. Xo'sh, yaxshi tushunaman. Davay. Xo'sh, yaxshi, mana bu yerdan olib olamiz va bu yerdan biz taxtalarni pol qilib chiqamiz va poldan keyin eshikni o'rnatamiz. Eshikni o'rnatganimizdan so'ng albatta biz keyinchalik mana bu yerga jihozlarni ham to'g'ri joylab chiqamiz va albatta u psix 3-7 ga yoqadi degan umiddaman. Albatta undan qasos olamiz. Albatta bu keyingi videolarda bo'ladi. Ideyalarni esa sizlar yozib qoldiringlar. Masalan, chuqurga olib qo'yib ustiga tashlab yuboring, balobattar degan chotki sizlar o'z genisizlar. Mana shunday chotki ideyalar bo'lsa yozib qoldiraverasizlar. Bemalol bu o'zi qanaqa do'kon bo'ladi bilmayman, hayronman. Oziq-ovqat bo'ladimi, ne знаю. Xo'sh, qarasho da mana bu yer non do'koni bo'lar ekan. Tushundim. Mana bu yerga birisini qo'yamiz. Okay, bu yaxshi ko'rinmayotgani uchun mana bu kattasini ham sotib olibdi. Bu kattasini mana bu yerga qo'yib qo'yamiz va non do'konlariga bilinib turadi. Xo'sh, yaxshi, qarasho. Endi bo'lsa bu yerga ichkariga stol yo'qib qolib hammayli. Psix buni qimmatga olganda tag'i yo'q qilib qo'yibsan deb ana o'qimasin, o'ldirib yubormasin dedim. Shunga qo'rqib ketdim podpischilar to'g'risi. Xo'sh, hammayli kelinglar, endi mana bu non qo'yadigan rastalarni mana bu yerlarga joylab chiqamiz va hammasi chotga chiqadi degan umiddaman. Yo, bizda xatoliklar, men xatoliklarni yomon ko'raman. Xo'sh, yaxshi, mana bu yerlarga qo'yib chiqamiz. Qarasho, mana buni deb qo'yib bo'lmayapti bu yerga va biz mana bu yerga bunday qilib qo'yib qo'yamiz. Yo'limizni qisib qo'yar ekan mana bu palakat lo'qmiye tuqumbosh. Mayli, endi buni olib tashlashga to'g'ri keladi. Endi nima qilardi podpischilar, bu yerga qo'yib bo'lmaydi. Xo'sh, mayli, mana bu yerga kelinglar, qo'yib qo'ya qolamiz. Boshqa ilojimiz ham yo'q. Podpischilar psix to'g'risi eshitilgandek bo'ldi. Mayli, podpischilar hech narsa qilmagandi. Xatiya hech narsa qilmaydi do'stlarim. Let's go podpischilar, biz shunchaki magazinni qurib bo'ldik. Mana qo'yib bitdi va
Menimcha bitta degan umiddaman. Albatta hamma ideyalaringizni kommentariyga yozib qoldiringlar va videoga like, obuna Adush esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Maestro Miki bo'ldim. Albatta ideyalaringizni cheksiz yozib qoldirsanglar degan umiddaman. Keyingi videogacha xayr. Like, obuna, videoga hamma narsa esingizdan chiqmasin. Let's go.